Hamidov, mashinadan sumkalarni olib tushing. Xo'p. Oh, uyga keldik-ku. Uyda men boshlig'iman. O'zing tushirtasiz. Hisobotlaringiz nimaga chala? Tuzukroq qilsangiz bo'lmaydimi? Oling hammasini boshqatdan qiling. Kechirasiz, Zarifa Sobirova. O'rlaymiz. Ne bu kirlarni chala yuvdik. Tuzukroq qilib yursang bo'lmaydimi? Ushlab uni yaxshiroq qilib yuv. Hamidov, nimaga ish vaqtida kontrol o'ynab o'tiribsiz? Undan ko'ra ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi? Kechirasiz, Zarifa Sobirova. O'rgildim. Nimaga uyda shuncha ish turib ovqat qilmasdan serial ko'rib o'tiribsan? Tur bor ishingni qil. Kechirasiz. Jamilov, bu oy Hamidovga premiya yozmang. Nimaga Zarifa Sobirova? Nimaga? Chunki bu oy yaxshi ishlamadilar. Endi yaxshiroq ishlaymiz.